2010-yillar dastur yozdirish uchun yonimga bir qiz keldi. Sochlari pushti, kiyimi hatto qo'lidagi kuchukchasi ham pushti rangda edi. Qiz buxgalterlar uchun bir dastur buyurtma berdi, lekin uning texnik tafsilotlari yo'q edi. Qizning yagona talabi dastur pushti rangda bo'lishi kerak edi. O'zim chet el dasturlariga qarab, boshqa buxgalterlar bilan gaplashib, ajoyib dastur tuzdim. Pushti rangdan boshqa rangda ham variant chizdirib, unga taklif qildim. Mijoz dasturini ishlatib ko'rganidan so'ng, emailimga atigi ikkita kamchilik yuboribdi. Siz boshqa pushti rang ishlatgansiz. Dastur ko'proq yaltirashi kerak. Ogohlantirganimdek erkak ishchilariga ushbu dasturning rangi va salyutlari yoqmadi va pushti qiz men taklif qilgan birinchi variantda qoldi. Keyingi buyurtmalarida ushbu qiz mening va ishchilarining fikrini ham inobatga oladigan bo'ldi.